Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Nima uchun endi bizlarni klinikamizda tanladingiz? Alaykum assalom. Bu klinikani menga o'rtoqlarimiz tavsiya qilgan edi. Mo'ltiponlarni juda ham maqtashuvdi. Qo'llari haqiqatan yengil ekan. Alloh dardimga shifo berib, har tomonlama Allohga shukr yaxshi bo'lib ketdim. Umrlari uzoq bo'lsin. Operatsiyangiz qanaqa o'tdi? Yengil o'tdimi? Operatsiyadan keyin hech qanaqa og'riqlarni his qilmadingizmi? Yo'q, shu narkozdan chiqib oldim. Uyoqlari xudo xohlasa mana yaxshi bo'lib, oyoqqa turib oldim. Juda ham yengil qo'llari. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Operatsiyadan oldin qo'rqishlaringiz bo'lganmi? Qo'rquvlaringiz? Bo'ldim, lekin operatsiyadan chiqib olib, doktorlar nazoratida bo'lib, ularni ko'rib, muomalasini ko'rib, qo'rqmadim. Hammasi yaxshi o'tdi. Boshqalarga ham bizlarni doktorimizga tavsiya qilgan bo'larmisiz? Qilgan bo'lardim. Hammanglarga har tomonlama kelinglar. O'zinglarni ko'riklardan o'tkazib, tavsiyalariga rioya qilib yursanglar, sog'lom bo'lib yurasizlar.